بسم الله الرحمن الرحيم نهايت شفقتlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Cimi hamdu sana osmonlarni ve ziminni örneksiz yaratquchi, farishtalarni ikki qanotliq, uch qanotliq, to'rt qanotliq elchilar qilg'uchi Allohga xosdir. Alloh yaratishda xolig'ini ziyoda qiladi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Allah rahmetidan kishilarga ochgan narsalarni hargizmi to'sib qola oluvchi bo'lmaydi. Allah rahmetidan to'sgan narsani Allah to'sgandan keyin uni hech qo'yib berguchi bo'lmaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullohi yarzuqukum minas samaa'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Ey insanlar, Allah'ın sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allohdan boshqa sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratquchi bormi? Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning ibodatidan qandoqmi bosh tortisizlar? وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Ey Muhammed, agar ular seni inkar qilsa, qayg'urib ketma. Haqiqatan sendan ilgirki payg'ambarlarmo inkar qilingan. Hamma ish Allohning dargohiga qaytarildi. Ya أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ey insanlar, Allah'ın vədisi haqiqatan haqdır. Sizlarni hargiz dünya tirikchiligi mag'rur qilmasin. Shaytonning sizlarni Allohning aposining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Innash-shaytona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Onu düşman tutunlar. Şeytan özünün təvəllərini əhli dozaqdan bolışqı çağırdı. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Kafirlar qattiq azabqa duchor bo'ladi. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlar məğfirətə və katta savabqa erişidi. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Özünün yaman əməli çiraylıq göstərilgan, şunun bilan onu çiraylıq hesaplagan kişi hidayət tapqan kişi bilan oxşaşmı? Allah haqiqatan xalığan kişini gumrah qılıdı.
xohlagan kishini hidoyat qiladi. Şoňa sen ular üçin, yani iman etmaganlıklary üçin qayg'urib o'zingni halok qilib olmagin. Allah haqiqatan ularning qilmishlarini bilib turguchidir. والله الذي أرسل الرياح فثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Allah şamallarını əvətib, onun bilan bulutni qo'zg'aydi. Biz bulutlarni o'lik, ya'ni qoqjiroq bir yerga haydaymiz. Bulutdan yomg'ir yog'diramiz. Shu yomg'ir bilan o'lgan zaminni tirildiramiz. O'liklarning tirildirilishi ana shundoqdir. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Kimki dunyoda sharaf izlaydigan, sharafning hammasi Allohga mansub. Uni Allohdan tilasin. Yaxshi so'z Allohning dargohiga o'rlaydi. Yaxshi amal uni ko'taradi. Payg'ambarga qarshi hiyla mikrlarni tuzadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularning hiyla mikri ish qoshmaydi. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Allah sizlarni, yani aslanlar Adem aleyhisselamni tuproqdan yaratdi. Ondan abi mandin paydo qildi. Ondan sizlarni er ayoldan iborat bir jup qildi. Har qanday ayolning homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emas. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu haqiqatan Allohga oson. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. İki deniz, yani deniz bilen derya okşaş emas. Bunun, yani deryanın suyu tatlık, temlik bulup galdın sılık ötüdü. Bu, yani deniz, naiti açık, tuzluk. Ulardan her ikisinden yeni göçlerini, yani biliklarını yeysizler. Denizden sizler takaydıgan zinnet buyumları, yani üncü mercanlarını çıkırsızlar. Allah'ın nimetini talep kılışınlar üçün, şükür kılışınlar üçün, Allah'ın emri bilen yük tak, yemek içmekler kaçılangan kiyimilerinin denizde dolkun yerip getivatkallıkını görsen. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah keçini gündüzge kirgizdi, gündüzni keçik kirgizdi. Şunun bilan keç gündüzning uzun qisqa bo'lishi, joylar, fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Har ikkilisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ani shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Podshohlik uningga xosdir.
Allah'ını koyup çoqunuvatqan butlarınlar qilchilik narsiga ega emas. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Agar ularni chaqirsanlar, sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Anglagan taqdirdimi sizlarga javob qaytara olmaydi. Qiyomat kuni ular Allahqa ularni sherik qilganliklarini inkor qiladi. Mushriklarning va ularning butlarning qiyomat kunidagi ahvolini hech ahadi sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib bera olmaydi. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huval ganiyyul hamid. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Alloh hammadan behojatdir, madhiyiga loyiqdir. İn yasha yuzhibukum ve ya'ti bi xalqin jadid. Agar Alloh xolsa, sizlarni aloq qilib o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Ve ma zalika alallohi biaziz. Bu Allohga qiyin emas. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Hiçbir günahkar adam birovning gunohini ustiga ololmaydi. Gunohi eg'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga ilib olishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdimi, uning gunohidan ozroq narsani ustiga ilib ololmaydi. Sen faqat Parvardigorini ko'rmay turib, uningdan qo'rqadiganlarni, namozni ado qildiganlarni ogohlantirsan. Kimki gunohlardan poklandikan, u o'z uchun poklangan bo'ladi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Ko'r odam bilan ko'zi soq odam, ya'ni kofir bilan mo'min barobar bo'lmaydi. وَلَظُّلُمَاتُ وَلَنُّورُ. Zulmat bilan nur, ya'ni botil bilan haq barobar bo'lmaydi. وَلَظِّلُّ وَلَلْحَرُورُ. Soy bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax barobar bo'lmaydi. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. Tirikler bilen ölükler, yani müminler bilen kafirler beraber bulmaydı. Şübhisiz ki Allah haq davetini xalıgan kişilerge anıltıdı. Sen kabirlerdikilerge, yani kafirlerge anıltalmaysan. İn ente illa nezir. Sen fakat bir agahlandırğuçsan. İnna erselnâke bil haqqi beşîran ve nezîran. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Hakikaten biz seni haqtin bilen müminlerge hoş haber bergüçi, kafirlarga agahlandırgıç kılıp evettik. Qandaqlı bir ümmet bulmusun, onunla peygamber kelgen. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Ular seni inkar kılsa, ulardan burun ötken ümmetlermi özlerinin peygamberlerini inkar kılgan, peygamberleri ularga roşen möcüzlerini, İbrahim aleyhisselamga nazil kılıngan sahifelerge okşay sahifelerini, Tevrat, İncil'dek nurluk kitaplarını elip geldi.
ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Ondan kafirlarni jazo oldim. Ularga bergan azobim qandoq ekan? Ya'ni ularga qandoq qattiq azob qildim. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Görmemsenki Allah bulutdan yağmur yağdırdı. Onun bilen türlük rengarenk meyvelerini çıkardı. Şuningdek Allah tağlarını yarattı. Tağlarning oq, qizillari, har xil rangdagi yo'lliqlari va qapqorlarimi bor. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Shuningdek insonlarni, hayvonlarni, chahar paylarni mo xilma-xil rangli qilib yaratdi. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarla qo'rqidi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Bandalar ichida tavba qilganlarni mag'firat qilguvchidir. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Şüphesiz ki Allah'ın kitabını tilavet kılıp turduğanlar, namazını ada kılıdığanlar, kasat bulmaydıgan ticaretini ümit kılıdı. Biz rızık kılıp bergen nerslerini Allah'ın razılık için yoçurun ve aşkare serip kıldığan kişilerge لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Allah əcirlərini toluq berdi və mərhəmətindən onlarga aşırıb berdi. Allah həqiqətən nəhayət məğfirət qılğucudur. Az yaxşılıqqa köp savab bərgücüdür. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. Sana biz vahiy qilgan kitap, yani Qur'on haqdir. İlgirki kitaplarning rostligini isbotlag'uchidir. Allah haqiqatan bandalarni to'liq bilguchidir, ko'rib turg'uchidir. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ondan biz kitap, yani Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qilguchidir. Yani Qur'onni tilovat qilgan bilan amal qilmaydi. Ba'zisi o'ttiraldir. Yani ko'p chaqlarda Qur'onga amal qilib, qisman chaqlarda amal qilmaydi. Va ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldirguchidir. Ana shu katta marhamatdir. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Ular hamish turadigan jannatlarga kirdi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni, marvoyitlarni taqaydi. Ularning kiyimi ipakdan bo'ladi. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Ular aytdi,
Jimi hamdu sana bizden g'am qayg'uni ketkizayotgan Allohga mansubdir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Allah merhametinden bizni cennette turguzdi. Cennette biz hergiz capa tartmaymiz, hergiz çarçımaymiz. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Kapırlar dozaq azabığı duçar boludu. Ularning ölüp aram tepip kalmaslığı için canları ilinmaydı. Ulardan azap mı inikiltilmeydi. Kufrda adidin aşkan her insanı eni şundak cezalaymiz. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Ular dozaqda Parvardigorimiz bizni chiqarıversen dünyadaki vaqt qilgan amallerimizden başka amallarni qilsak deb yalvarıp to'laydi. Allah aytidi: Sizlarga ömrünglarni uzun qilib, vaz nasihat oladigan odam vaz nasihat olalugudek vaqt bermadimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku. Hamda azobni tetinglar. Zalimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q. Innalloha alimu g'aybis samawati val ard. Innahu alimun bizatis sudur. Allah haqiqatan osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilguchidir. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Huvallazi ja'alakum khalaifa fil ard. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Allah sizlarni ziminde o'rin basarlar qildi. Kimki kafir bo'ladigan, uning kufrining ziyni o'ziga bo'ladi. Kafirlarning kufri Parvardigorning dargohida faqat g'azabni ziyoda qiladi. Ya'ni ularning kufri ularni Allohning rahmatidan texmi yiroqlashtirdi. Kafirlarning kufri ularga faqat halokatni ziyoda qiladi. Qul ara'aytum shuraka'akum allazina tad'un min dunillahi aruni madha khalaqu minal ard أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Aytqin ki, aytib beqinlarçu, sizlar Allah'ını qoyup çoqunuvatqan butlarınlar nim bilan cho'qinishga loyiq bo'ldi? Menga aytib beringlarki, ular zamindan nimalarni yaratdi? Ya ular osmonlarni Alloh bilan birlikda yaratdimi? Ya ularga biz bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobdagi ro'shan dalillarga asoslanamdi. Hargiz undaq emas. Zolimlar bir-biriga faqat yolg'onni va'da qilishidi. Innalloha yumsikus samawati wal arda an tazula وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Allah haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turdi. Agar ular tushib ketsa, ularni hech ahadi to'xtatib tura olmaydi. Allah haqiqatan halimdir. Yani kuffarlar azapga tegishlik bolsumu,
Ularni jazolashga oldirib ketmaydi. Nihoyat mag'firat qilg'uchidir. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Ular özleriga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'ladiganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texmi yiroq bo'lishdi. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Mundaq bo'lsa, ularning ziminda takabburlik qilganliklari va hiyla-mikr ishlatganliklaridandir. Hiyla-mikrning vaboli faqat hiyla-mikr ishlatgan odamning o'ziga bo'ladi. Ular faqat ilgirki ummatlarga qo'llanilgan Allohning ularni halok qilish va jazolashdan iborat yo'lini kutadi. Allohning maxluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Alloh yo'lida hargiz yo'tkilishni ya'ni azobning azobga tegishlik bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yo'tkilishni ko'rmaysan. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgirkilar, ya'ni halok bo'lgan ummatlarning oqibatining qanday bo'lganligini ko'rmadimi? Ular, ya'ni o'tganki ummatlar bulardan texim kuchli edi. Osmonlardagi va zamindagi hech narsa Allohni ilojisiz qoldira olmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Agar Allah insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Allah ulardan hisob elishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob elishning vaqti yetib kelganda, ularning amallariga qarab jazo beradi. Allah haqiqatan bandalarni ko'rib turg'uchidir.